Bizda asosan akalar rossiyskiy narsalar bo'ladi, qalin narsalar bo'ladi. Hali yangida yo'q, ishlab chiqib sotuvda yo'q narsalarni rossiyskiylari bo'ladi. Bemalol topolmayotgan narsalar bo'lsa, aytsanglar topib beramiz. Tokerlar ishlatadigan narsalar asosan qalin rossiyskiy narsalar bor akalar. Bir qator men ko'rsatib qo'yaman, kommentariyada yoki Telegram orqali aloqaga chiqsanglar, narx-navolari haqida batafsil aytib o'tamiz. Do'stlar, svarka xizmatlari bo'lsa, svarkaga ham svashiylarimiz bor. Ko'p yilga tajribaga ega bo'lgan svashiylarimiz bor. Mana mana shatlar bo'lyapti. Temir baribir temir akalar. Bemalol zakaz bera olasizlar. Seflarimiz kelgan. Buni o'tgan safar ham qo'ygandim. Nirjaveka mahsulotlari mana bu joyda. Qanaqa nirjaveka mahsulotlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Bu tomon polnistda nirjaveka mahsulotlari. Turbalaridan tortib listlarigacha bor. Listlarini ham ko'rsatib o'taman hozir. Qalin yukka listlar hammasidan bor. Bular hammasi nirjaveka mahsulotlari, kusovlaridan tortib kattalarigacha. Hatto bular ham nirjavekadan akalar. Bemalol nirjavekadan nima kerak bo'lsa, topolmayotgan narsalar bo'lsa ham gruppa kanallarimiz bor. Imkon qadar ishlarni bitkizib, rozi qilib jo'natamiz akalar. Aloqaga chiqinglar, maslahatlar tekin. Temirlarimiz, materiallarimiz pulli, maslahatlarimiz tekin. Ana 76liklar ham ketibdi rossiyskiy. O'tgan safar qo'yuvdik buni. Ana materiallar hammasidan bor. Bemalol. Armaturalar. Katta turbalar. Mana ravotlar ko'payib ketdi dedim, ravotlar ham bor. Bu ham ozgina nirjaveka rastamiz. 57 li uzun nirjavekalar bor. Sut mahsuloti bilan shug'ullanadigan trikotajchi akalar, zavod, fabrikalar bemalol aytaveringlar. Sifatli hamyonbop qilib kelishtirib beramiz akalar, bozordamiz. Analizlari har xilidan bor. Bu robotlarni ham buzib olamiz. Materiali yaxshi-yu, lekin ko'rimsizligi uchun buzib olyapmiz. Akalar mana. Rishotka so'raganlarga rishotkalarimiz ham bor. Ko'p pastlik. Rasul Metal obuna bo'lib qo'yamiz, do'stlar. Sizlar komment yozsanglar, obuna bo'lsanglar, like bossanglar, keyin yana ham qiziqamizda. Aytgan narsalarni chiqarib berishga harakat qilamiz. Armaturamiz ozgina qolgan, 16 li armatura. 12 ming so'mdan berdik, do'stlar. 14 li gladkiy bor. 15 ming so'm buni narxi. Holati yaxshi. Toker akalar ishlatadi ko'proq. Detallar yasaydi. Frezerovchi akalar, toker deb yoribman. Frezerda ishlanadi u narsa. Duqtavlarimiz, Eroni duqtavlari. Shveller. Temir bozorda shipir nima qilyapti? Ana akalar, shveller ugonlilar. Temir bozor, do'stlar. Nima kerak bo'lsa yozinglar. Sizlarning xizmatinglardamiz. Sizlarga savdo qilamiz deb qo'yapmiz akalar. Duo qilib qo'yasizlar, obunachilarimiz ko'paysin.
Inom aka har doimgidek mehnatda mana. Issiq demaydi, sovuq demaydi. Rahmat akamizga ham. Ko'p og'irimizni yengil qiladi. Katta ko'mgani turbalarimiz bor akalar. Bemalol ko'rishinglar mumkin. Bu yoqqa endi yangi temir mahsulotlari, buni keyingi safar qo'yamiz, narx-navolari bilan qo'yamiz. Kunda issig'ida achchiq ko'choqlarni bosyapti mana ukaman. Do'stlar mana. Trausda optim kerak bo'lsa, mana shu ukamga murojaat qilamiz. Optim yasab beradi. Azbis turbalarimiz ham bor ekan mana. Optim narxi degandan keyin optim qilib berish kerak. Hammadan arzon qilib beramiz-da, to'g'rimi? Hammadan arzon qilib beramiz, do'stlar. Xudo xolasa, YouTube ga bu uka. Rasul Metal YouTube kanalidan o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Mana eski bozorimizni orqa tomonidagi ko'rinishi. Mana duxtavrlar akalar. 219 turbalar, katta duxtavrlar. Tom yopib naves qilib molxona, qo'yxona qilmoqchi bo'lganlarga baquvvatidan bor. Temirlik, odatda bu atsinkovka bo'lardi, bu temirdan ekan. Men o'zim ham tomni shundan yopganman. Mana, lekin meniki atsinkovka. Tavr shvel, Rasul Metal do'koni, do'stlar mana. Makon. O'zim ham savdogarman, mana shu yerda savdo qilaman. 15 yil bo'libdi, xudo xolasa. 10 yil ustamda shogird bo'lib yurganman, 10 yil deganda duo olganman. Ustam o'zi duo qilib, och qoling Rasulbek deb turib duo bergan, mana shu yerda bo'lgan duo ham. Katta turbalar. Mana shu narsa yangilik keldi akalar, shuni ham arzon berib yuboramiz. Prantonga ham bo'laveradi, yopgani ham bo'laveradi. Bu rossiyskiy setka mana qalinidan. Hali qayrilib ketmaydigandan, bu ham bitta rulon turibdi katta. Endi pechka, hammom pechka, titanlar bo'lsa, o'zimizda mahsulot bu ham. Beraveramiz kelishtirib. Baquvvatidan. Shu ancha yildan beri qilinadi. Yildan yilga osonlashtirib, takomillashtirib, qalinlashtirib qo'yganmiz mana. Bunisi bananiki. Banani pechkasi, bu yerga toshlar qo'yib qo'yiladi mana. Bu orqasida titani. Buni tashqaridan yoqasizlar, devordan kirgizib yuborasizlar mana. Tashqaridan bemalol nima topsa yoqaveradi. Xushay, tappi, baqalashga nimaki yonuvchan musorlarni ham yoqaversanglar bemalol to'lib qolmaydi, maza qilib. Ekonomroq bu. Nima yonsa tiqib yuboraverasizlar ichiga. Tanlamaydi, yoqilg'i tanlamaydi. O'tin, ko'mir, gaz. Xushay 80 litr suv sig'im hajmi bor. Xohlasanglar tokka moslab beramiz. Tokka aristonga qo'ygani joyi ham bor mana. Bu toshxonasi bunisi. Parisani o'ziga titan kerak emas degan akalarga maxsus mana toshni to'ldirib terib qo'yasizlar. Mana yonadi, issiq bo'ladi-da. Bu ham tashqaridan yoqiladi akalar. Mana ish jarayonlarimiz sinalyapti bu. Utechkalari. O'sha akam ancha yildan beri qiladi, yoshi katta. Qo'li dard ko'rmasa, Andijonda ustasi akam. Ko'p yil tajribaga ega bo'lgan. Ko'plab shogirdlar chiqargan akam. Imенно ish amali shunaqa ishlar, boshqa ish qilmaydi. Isitish tizimlarini qiladi akam. Mutaxassisligi shu. Qiziqtirishga kommentlarda yozib qo'yasizlar, like'larni bosib qo'yasizlar. Do'stlar, Rasul Metal, Trikotaj, Andijon temir bozor.